أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي يضحى حزينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. O'zining mo'min bandalari modomiki katta gunohlardan chetlanishar ekan, ularning boshqa gunohlarini kechirib yuborishligini xabarini bergan Alloh subhanahu va taologa hamd va sanolar bo'lsin. Va katta gunohlar qaysilar ekanligidan ogohlantirib ketgan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga, ahli oilasiga va ashablariga salovat va salomlar bo'lsin. Barcha mo'min musulmonlarni Alloh taolo gunoh kabiralarga tushib qolishlikdan o'zi saqlasin va tushib qolganlarni tavba qilib qolishlikka muvaffaq qilsin. Allohning rasuli bizlarni ogohlantirib ketgan katta gunohlarning ikkinchisi nohaq odam o'ldirishlik. Hadisda aytdilar: "Fajtanibu sab'al mubiqat." Halok qiluvchi 7 narsadan saqlaninglar dedi. Ular qaysilar yo Rasululloh deyishganida aytdiki, birinchisi Allohga shirk keltirish va keyingisi nohaq odam o'ldirish dedilarda va qolganlarini ham zikr qildi. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "A'udhu billahi minash shaytonir rojim. وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا." Kim bir mo'minni qasddan o'ldirsa, bas uning jazosi jahannamdir. Unda abadiy qoladi va Alloh unga g'azab qiladi, uni la'natlaydi va unga buyuk azobni hozirlab qo'yadi. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى عثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. Ular shunday kishilarki, Alloh bilan birga boshqa ilohga duo qilmaydilar va Alloh harom qilgan jonni nohaq o'ldirmaydilar. Va kim buni qilsa, albatta azobga duchor bo'ladi. Qiyomat kuni unga azob bir necha barobar ziyoda qilib beriladi va unda xor bo'lgan holda abadiy qoladi. Min ajli zalika katabna ala bani Isroila annahu man qatala nafsan bighayri nafs aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha fakannama ahya an-nasa jami'a. Shuning uchun ham Bani Isroilga kim bir jonni nohaqdan yoki yer yuzida fasod qilmasa ham o'ldirsa, xuddi hamma odamlarni o'ldirgan bo'ladi va kim uni bir kishini tiriltirsa, hamma odamlarni tiriltirgandek bo'ladi go'yo deb yozdik deydi. Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qiladi: "Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: la yazalul mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haroman." Rasululloh aytadilar: "Mo'min kishi dinida kengchilikda davom etadi, modomiki harom qonni to'kmas ekan." Ya'ni bir mo'minni nohaq o'ldirmasa yoki ahli zimmani yoki muahhad ahdlashgan kofirni o'ldirib qo'ymasa. Bularning ichida eng og'iri mo'minning qonidir. Lekin muharib kofir, ya'ni musulmonlarga qarshi urushayotgan yoki urushayotganlarga yordam berayotgan, uni qoni harom emas. Bir kishi Rasulullohdan so'radi: "Ayyuz zambi a'zamu indalloh?" Qol: "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak." ثم أي قال: وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. ثم أي قال: أن تزاني حليلة جارك. Allohning nazdidagi eng katta gunoh qaysi? Rasululloh aytdi: Allohga sherik qilishliging vaholanki u seni yaratgan. So'ngra qaysi dedi. Farzandingni sen bilan birga taomlanishligidan qo'rqib o'ldirishliging. So'ngra qaysi? Qo'shningni haloli bilan zino qilishliging dedilar. Boshqa bir hadisda Rasululloh aytadi: "Izal taqal muslimani bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar." Qultu ya Rasululloh, hadha al qatil
فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. Agar ikki musulmon bir-biriga qilich ko'tarib kelsa, o'lgan ham o'ldirgan ham jahannamdadir dedilar. Aytdimki deydi, o'ldirganni-yu tushunarlik, lekin o'lgan nega jahannamda ya Rasululloh dedi. Rasululloh aytdiki, u ham birodarini o'ldirishlikka haris bo'lgan edi dedi. Imom Abu Sulaymon aytadi, bu agar ular bir-biriga dushmanlik qilib yoki millatchilik yoki dunyo talashib yoki mansab talashib o'ldirishsa deydi. Kimki bog'iyni o'ldirsa yoki yo'lto'sarni yoki o'zini himoya qilib o'ldirsa va nomusini himoya qilib o'ldirsa, u bunga kirmaydi. Chunki u musulmonni o'ldirishga haris bo'lmaydi. Faqatgina o'zini himoya qiladi. Va yana Rasululloh aytadi, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'z. Mendan keyin bir-biringizni bo'yningizga uradigan kofir bo'lib qaytib ketmanglar dedi. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, vallazi nafsi biyadihi laqatlu mu'minin a'zamu indallohi min zavalid dunya. Rasululloh aytadiki, nafsim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, bir mo'minni o'ldirilishi Allohning nazdida dunyoni yo'q bo'lib ketishligidan kattaroq, og'irroqdir. Va yana aytadiki, avvalu ma yuqda baynan nasi yawmal qiyamati fid dima. Qiyomat kuni birinchi hisob-kitob qilinadigan narsa qonlardir. Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytadi, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, man a'ana ala qatli mu'minin walau bi shatri kalimatin laqiyalloha azza va jalla maktubun bayna aynayhi ayisun min rahmatillah. Kimki bir mo'minning o'ldirilishiga yarimta so'z bilan yordam bersa ham, ikki ko'zining orasiga Allohning rahmatidan umidsiz deb yozilgan holda Allohga yo'liqadi. Subhanalloh. Yarimta so'z. Hozirgi vaqtda musulmonlarni o'ldirilishiga yordami tegmayotganlar kam topilsa kerak. Mana bu Falastindagi birodarlarimizni vahshiylarcha qirg'in qilayotgan yahudlarga ularni mahsulotlarini sotib olib yordam berayotganlar, ularga oziq-ovqat, sabzavotlar eksport qilayotgan musulmonman degan davlatlar qanday o'zlarini oqlashadi bilmadim. Boshida ozgina boykot qilgan bo'lishdi-yu, lekin biroz vaqt o'tishligi bilan odatdagidek boykot mahsulotlarini yana sotib olishda davom etishdi. Shunday kishilar ertaga Allohning oldiga ikki ko'zining orasiga Allohning rahmatidan umidsiz deb yozilgan holda borishlikdan ogoh bo'lsin. Kullu zanbin asallohu an yaghfirah illa ar-rajulu yamutu kafiran aw ar-rajulu yaqtulu mu'minan mutaammidan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar, hamma gunohlarni Allohning kechirishligini umid qilsa bo'ladi. Magaram bir kishiki kofir bo'lib o'lsa yoki bir kishiki mo'minni qasddan o'ldirgan bo'lsa. Alloh subhanahu va taolo bizlarni nohaq odam o'ldirishlikdan va mo'minlarni o'ldirilishligiga yordamchi bo'lib Allohning rahmatidan mahrum bo'lib qolishlikdan o'zi asrasin. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.